Bermotiga qayoqqa qaramaylik, kimgadir nima ish etsangiz, meni belim og'riydi degan gaplarni aytishadi. O'zbekistonda shunchalik bel og'riydiganlar ko'pmi? Hozir bundoq o'ylab qarasangiz, bir 10 ta odamdan eng kamida 5 tasi grija bor hozir. Grija shu darajada ko'payib ketdiki, bizda, именно O'zbekistonda. Har bitta odamda grijani eng kam minimalniy 3 mm dan уже 20 mm gacha ko'payib ketdi. Millimetr razmeri. Oldinlari grija degan kasallik bo'lmas edi. Nima bo'ldi? Nima kasallik? Belim og'riyapti deb boradigan bo'lsangiz, faqatgina shu belda osteoxondroz bor deb chiqarib berishadi yoki radikulit degan kasallikni chiqarib berishadi. Grija haqida umuman gap so'z bo'lmas edi. Lekin hozirgi paytga kelib o'sha grijani odamlarda ko'p uchrayapti. Bizga keladigan bemorlar ham 90% shu grija bilan keladi. Bu narsaga ko'proq sabab bo'ladi deb o'ylayman. Bizning klinikda ko'proq og'ir ko'tarishlik, ya'ni ko'pchilik og'ir ish qiladi bizda O'zbekistonda. Shu og'ir ko'tarishlik, qattiq asabiylash, stressga tushishlik, shular yoki noto'g'ri o'tirishlik, noto'g'ri turishlik, bular ham hammasi grijaga sabab bo'ladigan omillar-da. Shuni hisobiga ham grija kasalligi bizda ko'payib ketyapti. Hamma bee'tibor bo'lyapti sog'lig'i uchun. Birinchi o'chirda grija bo'lmasligi uchun odam qaddini tikatib ushlab o'tirish kerak. Bizda hozir pashti hech kim o'tirmaydi, yo yotib o'tiradi, anaqa qilib, yoki anaqa egilib o'tiradi. Shu holatlar ham bizani grijagacha. Bu birdaniga olib kelmaydi, lekin sekin-sekinlik bilan обязательно grijaga olib kelib qo'yadi deb, poзвоночник ezilganning hisobiga grija bo'rtib chiqib keladi. Buni davolash metodikasi ham hozir noto'g'ri bo'lganning hisobiga ko'pchilik yo operatsiya deydi yoki boshqa diagnoz qo'yib berishyapti belga. Shuni hisobiga ham grijani o'sib ketishi kuchayib ketyapti. Misol uchun hozir aytaylik, 4 mm bilan grijani lecheni belingiz og'rib qoldi, MRT qildirdingiz, 4 mm grijangiz bor. Bu oson tuzaladigan kasallik, ya'ni kichkina hali bu grija. Lekin shuni noto'g'ri, misol uchun manual terapiya qilib qo'yish mumkin yoki noto'g'ri igla terapiya qilib qo'yish mumkin. Shu holatda ozgina vaqt hisobiga og'riq bloklanib turadi. Og'riq bloklangandan keyin avtomatik odam o'zini yengil his qiladi. Men og'riqlarim qo'yib yubordi deydi, yana o'sha eski o'zini og'ir ishini qilishni boshlaydi. Og'riq bloklangani hisobiga yengil his qiladi. O'zini ishini qilgandan keyin avtomatik grija yana kattalashishni boshlayveradi. Nerv qanchalik siqqan sari o'sha og'riq kuchayib boraveradi. Grija o'zi patologik chiqqan tarafga qarab, misol uchun o'ng taraf yoki chap tarafdan chiqadigan bo'lsa, poзвоночникka agar korpusdan chiqadigan bo'lsa, u 1 metr bo'lib ketsa ham sizga hech qanaqa og'riq bermaydi. Faqatgina o'sha nerv siqqandan keyin nerv o'zi trevoga berishni boshlaydi. Ko'pchilik shuni noto'g'ri lecheniya qilyapti-da, sidalishni nervi siqdi grija. Buni прекрасно bilinib turadi, MRTda ham ko'rinib turadi, lekin odamlar hozir ko'p savodsiz deydi vrachlar, hammasi emas. Savodsiz vrachlar sidalishni nervi shamollaganda faqat sidalishning o'ziga lecheniya qilishyapti. Sidalishning misol uchun qilib aytdik, sizga oddiy bitta daraxt kesib tashladingiz, daraxt kesganingizdan keyin to'nkasi qoladi. Qanchadir vaqt o'tadi, yomg'ir yog'adi, yog'gandan keyin avtomatik u to'nkadan yanada shoxla chiqishi, bayla chiqishni boshlaydi. Grija ham xuddi shu kasallikda. Grijani asorati bu sidalishning nervi davolaganimiz bilan, lekin kasallikning ildizi belda turibdi hali. To o'sha ildizini chopmagunimizcha bu kasallik faqat vaqtinchalik qolaveradi, grija o'sishda davom etaveradi. O'shaning uchun bizda kineziologiyada asosiy kasallikni ildizini topishga qaratiladi. Kasallikning ildizini topganimizdan keyin uni bartaraf qilganimizdan keyin bu sidalishning faqat simptom, ya'ni kasallikning belgisi. O'sha kasallikning belgisi o'z-o'zidan yo'qolib ketadi. Xo'p, endi savol bor-da. Mana grijasi bo'lmagan odamni ham beli og'riydimi? Albatta og'rishi mumkin. Qanaqa holatda bu? Misol uchun aytaylik, bel atrofidagi mishsalar, ya'ni kvadratniy mishsa deydi, yoki yigidishniy mishsa deydi, yoki grushovidniy mishsa deydi, bel atrofidagi kasoy mishsalar deydi. O'sha mishsalardan qaysi biridir yaxshi ishlamasa, to'g'ri ishlamasa, funksiyasi buzilsa, umurtqa pog'onasiga nagruzka tushishi mumkin. Yoki mushakning o'zidan og'riyotgan bo'lishi mumkin. Mushak atrofiya, ya'ni bo'shashib ketishi mumkin yoki gipertonus deydi. Keragidan ortiq spazmga kelib qoladi. Shu holatda ham belga обязательно og'riq beradi. Yoki oddiy protruziya deylik, protruziya ham poзвоночникdan chiqqandan keyin kichkina bo'lgan taqdirda ham noto'g'ri harakat qilganingizda o'sha nervga tegadi-da. O'sha tegganning hisobiga u ham og'riq beradi. Обязательно grija bo'lishi shart emas bel og'rishi. Meni o'zimda grija chiqmaganda, lekin
mana tepaliqlar bo'ladi-ku, zina bo'ladi. Misol uchun zinadan qanaqadir holatda tez tushib ketib qoladigan bo'lsam, belim ushlab qoladi. U holatda qanaqa bo'ladi kasallik? Sizni holatingizda oddiygina stopadan ham kelib chiqishi mumkin kasalligingiz. Sizni обязательно kineziologiya test bir ko'chatga yotqizishimiz kerak. Sizni kineziologiya test qilib, mushaklaringizni qaysi bir mushagingiz yaxshi ishlayapti, qaysi biri ishlamayapti. O'shani tekshirib chiqishimiz kerak. Oddiy stopada mirsalaringiz ham yaxshi ishlamayotgan bo'lsa, belga nagruzka keladi. Har bitta muskul bel bilan bog'liq. Misol uchun aytaylik, oyoqda mushaklari yaxshi ishlamayapti. Ishlamagandan keyin nagruzka sizni suyagingizga, ya'ni bo'g'imga tushishni boshlaydi. Bo'g'imga tushgandan keyin belni tik tura olmaysiz. Tik tuta olmaganingizdan keyin avtomatik belda har xil og'riqlar paydo bo'lishi mumkin. Yoki oddiy shamollatib qo'ygan bo'lishingiz mumkin bu holatda. Belingiz misol uchun hozir yoz kun issiq, hamma konditsioner yoqadi. Bir kunda eng kamida 3 marta cho'milmasangiz bo'lmayapti issiqda. 3 marta cho'miladi, konditsionerda yotadi yoki ventilyator yoqadi. Обязательно bu holatda ham belda grija yoki o'sha belda shamollashdan oqibatida belda og'riqlar kuchayib